Ota-ona ulug'lansa, Alloh rozi bo'ladi. Alloh barakotini yog'diradi. Ota-ona ulug'langan xonadonga Allohning rahmati yog'iladi. Ota-ona ulug'langan yurtga Allohning rahmati yog'iladi. Dunyoda bundan ulug' ishimiz yo'q, azizlar. Ota-ona bizni dunyodagi inson bo'lib el ichra yurishimizga eng ko'p mehnati singan insonlar. Hammamizni kechagi kunimiz ota-onamizga qanchalar muhtojligimizni qachon bilamiz? Qo'lida bolasini parvarishi bilan, bolasini ovuntirish bilan, bolasini yuvib tarab ko'krak berish bilan ovora bo'lgan onaga qarasak, o'zimiz ham ota-onamizga qanchalar muhtoj bo'lgan paytlarimizni anglab yetamiz. Inson o'zi katta bo'lib voyaga yetib, o'zini o'zi eplab, o'zini ehtiyojlarini qondiradigan darajaga yetganda, o'sha kechagi kunlar esdan chiqib ketib qoladi. Farzand katta qilamiz, mana nabiralarga qaraymiz, ota-onamizni biz uchun qilgan mehnatlarini anglab yetamiz. Azizlar, dunyoda bizni yaxshiligimizga eng haqli insonlar ham mana shu ikki inson. Lekin hurmatni, izzat va ikrom, ehtiromni otadan boshlaymiz. Yaxshilik, ko'mak, madad, yordamni onadan boshlaymiz.